quruq yer o'zini 60 ming dollarga baholangan mana shu 9 ta xonadan iborat hovlimizni qulay narxda berib berilyapti. Ushbu hovlimizni manzillariga keladigan bo'lsak, Go'zal Chamanzor ko'cha, ya'ni Go'zal Chamanzor masjididan 100 metr tevaroqqa chiqqanda ushbu hovlimiz bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu hovlimiz obzorini ko'rib chiqamiz. Ushbu xonadonimiz umumiy yer maydoni 3,5 sotix bo'ladi va o'rtaga mana shunaqa chiroyli mevali daraxtlarni ham ekib qo'yilibdi. Bir chekkadan xonalarni tushuntirib o'taman. Darvozaxonamizdan kirib kelishimiz bilan mana bu tepamizda umumiy ikkita xonamiz bo'ladi va chap tomondan birinchi bo'lib tushuntirishni boshlayman. Mana bu tarafda kichkinagina ayvonchalarni qilib qo'yilgan ekan va mana bu tomonimizda bitta uy, bitta dahliz joylashtirilgan va bundan keyingi xonalarimiz mana bu burchakda yana bitta uy va bitta dahliz joylashtirilgan. Bu yerda yashab turilgan remontlar ham yaxshi holatda turibdi. O'rtaga esa mana bunaqa chiroyli so'rilarni, yozgi so'rilarni o'rnatib qo'yilibdi. Mana bu o'rtamizga esa bitta katta zal joylashtirilgan. Bu xonamizni oshxona sifatida ishlatib turilibdi. Ushbu oshxonamizdan o'tib kelishimiz bilan mana bu burchagimizda bu tomonga umumiy hojatxonamiz joylashtirilgan va mana bu tarafda tandir o'choqlar ham mavjud. Va eng so'nggi mana bu tarafdagi ikkita xonamiz bo'ladi. Bu tomonda bitta uy dahliz, ya'ni ikkita xonamiz bor va buni tagi umumiy podval hisoblanadi. Xonadonimizning umumiy 9 ta xonasi bilan ham tanishib chiqdik. Mana bu tarafdagi bitta xonamizga konditsioner o'rnatib qo'yilgan ekan, Wi-Fi'lar ham mavjud. Ushbu xonadonimizga kommunallar keladigan bo'lsa, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Hujjatlari 100% joyida. Narxlari keladigan bo'lsak, ushbu xonadonimizni quruq yer hisobida 60 ming dollarga baholangan hovlimizni 9 ta xonasi bilan 80 ming dollarga berib berishadi. Barakasiga ham o'zimiz o'tib berishadi. Video ostida egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Namangan uy-joy kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.